Sudanli bu ayollar hammani hayratda qoldirmoqda. Ularning deyarli har biri 2 metrdan baland. Ammo eng ajablanarli jihati bu emas. Eng g'aroyib narsa, ular doimiy ravishda yengil sakrab turadi. Oyoqdan oyoqqa og'irlikni o'tkazib. Bu o'yin ham emas, tasodifiy ham emas. Bu ularning qadimiy urf-odatlarining bir qismi. Sudanlik qizlar bu harakatni bolaligidan boshlab bajaradi. Mahalliy e'tiqodlarga ko'ra, kim ko'p sakrasa, o'sha baland bo'yli bo'ladi. Ular bu ritmik harakatlar tana o'sishini tezlashtiradi va bo'y o'sishiga yordam beradi deb hisoblaydilar. Shuning uchun bu sakrash marosimi har kuni deyarli diniy rasmdek amalga oshiriladi. Natijasichi haqiqatdan ham hayratlanarli. Bu odat tufayli ayrim ayollar dunyo podiumiga chiqdi. Mashhur modellar qatoriga qo'shildi. Boshqalari esa noodatiy ko'rinishi bilan ijtimoiy tarmoqlarda millionlab ko'ruvchilarga ega bo'ldi. Siz qanday o'ylaysiz? Odam bo'yini chindan ham mashq bilan cho'zib olish mumkinmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib obuna bo'lishni unutmang.